Qadrli qadrdonlarim, uzoq yaqindagilarim, Halol Market Instagram kanalimiz endi YouTube'da ham ochdik. Inshaalloh rivojlanishdan to'xtamaymiz. O'zi asli hamma so'rayotgan narsa Halol Market nimaga bu nom qo'yilgan? Bu nom qo'yilishiga asosiy sabab bizga 4-5 ta nom taklif bo'lgan. Akalarimiz uzoq yaqindagilar bilan maslahat qilganmiz. Eng yaqin qadrdon meni ko'p yo'lga to'g'ri boshlaydigan akam bor. Shu akam nomini Halol deb qo'y ukan. Zo'r ketadi inshaalloh. Halol deb qo'yishimiz sabab shu. Bundan oldingi nomimiz Safir, Marvarid, Fayzli 5 ta nom kelgan. Lekin bizga eng maqbuli, eng to'g'ri yo'nalish shu Halol Market deb qo'yganmiz. Sizlarni o'z fikrlaringizni kommentariyaga izoh yozib ketarsizlar. Nomimiz qandoq? Ma'qulmi, ma'qul emasmi? Endi men sizlarga 3-4 ta narsani aytib o'tib ketaman-da. Do'konimiz noyabr, sentyabr oylarida to'g'risini aytaman, savdomiz 1,5 million, 2 million bo'lsa xursand bo'lardi. Xudoga shukr, shu kunga keldik mana aprel oyi. Instagramni fevraldan boshlab yurish boshladim. O'rtada Telegram kanal ochdim. Qadam-qadam ketdi. Boshida to'g'risini aytaman-da endi. Bitta telefon olganda sharoitimiz bo'lmagan. Oddiy bir telefonda video olib, Telegramda ish yurgizganmiz. Xudoga shukr, shu kunga yetdik. Alloh qodir qilibdiki, sizlarni xalq, shu Uyg'urlar, paxtavodlar uzoq yaqinda kelib poddesh qilyapsizlar, musofirda kelib bilib har bitta like olib men uchun muhim bo'ladida. Shunda ilhomlanib birinchi videoni ikkinchisini qo'yapman. Sizlar meni qo'llayapsizlar, xalq uchun xizmatimiz. To'g'ri, o'zimizning manfaatni qo'yamiz. Hamma joyda birinchi o'rinda manfaat. Lekin xalq uchun xizmatda ko'p qo'ymagan holatda asosiy ro'zg'orbob tovarlarni o'ta kam foizli qo'yib tartib o'tamiz. Kerak bo'lsa qo'lda keyincha yetkazib beramiz, dastlab qilamiz. Uyg'ur atrofiga ba'zi joylarga bekaga dastlab qilib beramiz. Hozir ham siz zagatsiz 300 ming so'm tayyor zagatsiz olib beramiz. Endi tovarlarning asosiysini biz ham bozorda olamizda, lekin optim olamiz. Katta optimda olganimiz uchun bizga arzonroq beradi. Ob'yom hisobida olib, xalqqa paxtavod bozor narxiga iloji boricha yaqin qo'yib, ba'zi narsani iloji boricha arzon, ba'zi narsamiz qimmat lekin iloji boricha arzonroq qilib, xalq boq qilib, el boq qilib qo'yapmiz. Sizlarning fikrlaringiz men uchun juda ham muhim. Endi bu qadamda, qadam-qadam rivojlanyapmiz. Birinchi Telegram yurgizdik. Endi Telegramdan o'tib, Telegramda o'zim отдельный Halol Market kanal ochdim. Keyin Instagram ochdim. Instagramimni men kutmagan darajada foydasi bo'ldi, rostdan. Hozirgi kunda 2 oy ichida 10 mingtadan oshib podpischisi yig'dim. Bu har kim emasda, buni asosiy sababi sizlar, meni shu kamerani oqsida ko'rib turgan odamlar. Bu uchun o'ta katta rahmat. Sizlar a'zo bo'lib ko'ryapsizlar, demak meni Instagramda yo qandandir ko'rgansizlar. Ko'rmasalar hech qachon hayot sizlar reklamasidan chiqmayapman. Sizlar menga like bosib, podpiska qilinglar. Inshaalloh hali bu boshlanishi. Aytayotmanmi, hali bu boshlanishi. Paxtavodagi eng katta o'vushni ba'zi bo'lamiz. Endi hozirgi kunda yana bitta yangiligimiz bor. Etap-etapda, yangiliklarni etap-etap. Telegram botni tashkil qilyapmiz. Endi rivojlanishimiz kerakda, bir joyda turib qolsak bo'lmaydi. Biz qiluqqa ishimizni iloji boricha yangilikqa, xalq uchun manfaat uchun ishlayapmiz. Birinchi o'rinda xalqni ustun qo'yib, o'zimizning manfaatimizni ikkinchi o'ringa qo'yganmiz. Doim bizning manfaat xalqdan keyin turgan. Maqsad dunyo foyda qilish emas. Oz bo'lsa ham barakalla bo'lsin. Allohning yo'lida tobinashlik. To'g'risi ham ko'p qo'ymayman. 10% ham qo'ymayman. Ba'zi narsaga 5% ham qo'ymayman. Qo'yadigan narsalarim bor, ko'p qo'yaman, lekin uni hisobi bor. U yerda halolinni yoqaman, suv qo'yaman, yo'l-yo'l qilaman, uzoq yaqindan olib kelaman. Ba'zi joylardan dastlab keladigan narsalar qimmat bo'lib ketib qoladi. Lekin xalq uchun muhtojlik bo'lgan asosiy ro'zg'orning ovqatlari ham yo'q menda hozir. Sababi ishimiz shu. Do'konimizni savdo bo'lish uchun narsani arzonroq qilishimiz kerak. Sizlar ham do'kon yurgizayotgan bo'lsalar, iloji boricha narsani arzon qilinglar. Biz samimiy fikr bildiramizda, chesni gapiramiz. Oldi qochdi gap emas, to'shni gapiraman. Inshaalloh sizlar ham bizga havas qiladi ko'pchilik. Biz ham sizlarga havas qilamiz. Sizlarga yashashni orzu qilamiz. Hozir shu kunda to'g'ri o'ta katta ob'yomda ishlayapmiz. Kichkina ob'yom emas rost. O milliard ob'yomimiz yo'q, lekin biz uchun katta ob'yomga chiqdik. Sizlar ham shundoq bo'linglar. Bizni kuyimiz uchun zo'r ishlarlar. Sizlar ham xalq uchun manfaatli ish boshlasalar,
xalqni birinchi o'ringa qo'ysalar, Alloh sizlarni aziz qilib qo'ydi. Mo 100 o'g'lini siqib qo'yadigan, ishonamsizlar? 100 o'g'lini siqib qo'yadigan. Men Uyg'urcha zabonni gapirgan, internet chiqib gapirgan birinchi odamman. To'g'risi hamda. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Uyg'urcha gapirgan men Paxtaotda. Qattiq gapiraman, liboy joyda gapiraman. Uyg'urcha zabonni gapirgan, Paxtaotning nomini tanitib butun O'zbekiston ko'radi meni. Amerikadan ko'radi, Rossiya, Polsha, Chexiya, Yevropaning hamma davlatlaridan ko'radi. Zakas bo'ladi-da. Ishonamsizlar, zakaslarim bor. Amerikadan pul olib berdi. Aka ukamga, aka akamga, opamga, singlimga. Chexiya, Xorvatiya. Men kutmaganman bundan zakasini. Oligimni yetkazib beraman, olib berman. Lekin olib berib dastlabki ham yo'q qog'oz uchun varaq hisob kitob bilan tashab beraman. Kam bo'lsa kam deyman, ko'p bo'lsa ko'p deyman. Lekin buni puli bor ekan deb shartni qilib olmaymiz. Shuni hisobga olib, sekin-sekin ishni boshlayapmiz. Sizlar ham o'zlaringizni g'oyalarini, o'zlaringizni fikrlarini menga yozib o'tib ketinglar. Sizlarning kommentariyalaringiz menga o'ta muhim. Sizlar yozgan kommentariyaga qarab men harakatni boshlayman. Sizlar meni qo'llanglar, men xudo olsa xalq uchun qaysidir bitta oila uchun yordam qilib qolishim mumkin-da. Qilib o'tamiz xudo olsa, qilamiz ham bundan keyin. Sizlar qo'llanglar hali rivojlanamiz. Bu yo'l katta yo'l. Bu katta yo'lni bosib o'tish uchun menga qo'llov kerak, Paxtaot xalqi, Uyg'urlar, uzoq yaqindagi meni ko'rib qollar. Sizlarni podдержкалар kerak. Bittadan like bosib qo'yinglar. Ilojisiz kommentariy yozinglar. Sizlarning yozgan kommentariyalar, bosgan likelar YouTube algoritmida meni videomni ko'proq ko'rishlikka undov beradi-da. Sizlar ko'proq like bosib qo'yinglar, xudosi kam bo'lmaysizlar. Pishmonga, halol marketga aloqa qilsanglar, Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, xudo olsa butun internetda bitta bo'lamiz. Maqsad yagonalik emas, bitta. Biz o'zimizning yo'nalishimiz bor. Birovga o'xshagan emas, birovdan tortib olgan narsimiz yo'q. Shuning uchun biz o'z yo'nalishimiz bilan kirdik. O'z yo'nalishimiz bilan kelamiz. Inshaalloh sizlar ham o'z yo'nalishlari bo'lsin. O'z g'oyalari bo'lsin, o'z fikrlari bo'lsin. Shu fikr, shu ideya, shu mineniya meni bu yo'lga yurishimga sizlar sababchisizlar. Yangilik istashimga sizlar sababchisizlar. Chunki sizlar so'rasizlar, men olib kelyapman. Sizlar so'rasizlar, men topyapman. Sizlar ham menga o'sha qaysidir bir sohani mukammal usti bo'linglar. Mendan ham zo'r bo'linglar kelsin. Shuni tilakdoshiman. Endi muhim narsa doim kuzatinglar. Doim kuzatinglar. Aytdim-man. Sizlar menga podдержкалар, xudo olsa men albatta sizlarning yo'liga yetib boraman. Ko'rikkanki odamga yetib boraman, albatta. Meni ko'rikkanki odam bilan ko'chada ko'rsam assalomu alaykum deb qo'yish qurbim yetadi. Samimiy suhbat qilamiz. Kelinglar Pishmonda halol marketda gaplashamiz. Assalomu alaykum.